avtomobilni bir xil tezlikka 60 tezlikka ketishni xohlasangiz 60 tezlikka chiqib cruise controlni bosib qo'yasiz. Avtomobil xuddi shu tezlikdan pasaymagan holatda o'zini bir xil tezlikda olib keta oladi. Bu danli yo'llarga chiqqan mijozlarimiz uchun ayni muddao bo'ladi. Telefon kelib qolsa ham telefoningizga qarab muomala qilishingiz shart emas. Bunda telefonni Bluetooth orqali audio sistemaga ulab olasiz va rul orqali uni olishingiz yoki olmaslik bo'yicha buyruq bersangiz bo'ladi. Avtomobilimiz hamma tushunadigan jaydari funksiyalarga ega. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun qarshilarda Haval M6 modeli. Ushbu avtomobilni boshlang'ich to'lovlarga qarab 48 oy muddatgacha o'zini pulini bo'lib to'lashga xarid qilsanglar bo'ladi. Haval M6 modeli bugungi kunda eng zamonaviy avtomobillardan biri hisoblanib kelayotgan ushbu avtomobilni 48 oy muddatgacha o'zini pulini bo'lib to'lashga xarid qilsanglar bo'ladi. Ushbu avtomobilni ko'rib ta'riflash shart emas, sababi yuqoridagi videolarimizda ham ushbu avtomobil bo'yicha to'liq xarakteristikasini berganmiz. Ma'lumot o'rnida qaytarib o'tamiz. 249 milliondan 279 million 900 ming so'mgacha 3 ta pozitsiyasi mavjud. Ushbu avtomobilimizni ballonni almashtirish, shumizolyatsiya qilish shart emas. O'zini ballonda harakatlансanglar bo'ladi. Ushbu avtomobilimizda bugungi kunda harakatlanayotgan mijozlarimizni o'zlarini fikrlarini oladigan bo'lsak, Rossiyaga qatnayotgan mijozlarimiz o'rtacha danli yo'lda 3 litrgacha ham ushbu avtomobilda rasxoti tushgan holatda haydashyapti. Avtomobilning uzunligiga keladigan bo'lsak, 4.76 hisoblanadi. Juda ham uzun hamda saloni o'shanga yarasha keng ko'rishingiz mumkin. Oldi ikkita sideniyalarda abageflarimiz bor. Sport, eko standart, to'rtta rejimda ushbu avtomobil harakat qiladi. Ushbu avtomobilda xohlasangiz avtomat, xohlasangiz lipistok orqali mexanika ko'rinishda ham haydashingiz mumkin bo'ladi. Ushbu avtomobilni orqasiga ham bitta e'tibor berib qo'yasiz. Avtomobilimiz juda ham keng. Orqa salonlarini ko'rishingiz mumkin. Avtomobilimizda eng haligi nima deydi, e'tiborga loyiq joyi bu orqa tomonida, bagaj qismida hisoblanadi. Undan tashqari bagaj qismida shu zadniy kamera, paktronik datchiklar ham bor. Ushbu avtomobilni kelib, o'zingizlar ham har xil yo'llarda test drive qilib ko'rsanglar bo'ladi. Avtomobilimizni bagaj qismiga bitta e'tibor berasiz. Xo'p, 8 litrni tashkil qiladi. Qo'shimcha ravishda sidinaga o'tkazib oladigan bo'lsangiz, xo'p, 1700 litr bo'ladi. Qo'shimcha endi qishloq xo'jalik ishlarida ham ushbu avtomobil sizga katta yordam beradi. Hamda avtomobilimizning bagaj qismi dakatkadan iborat ballonlari bor, o'ziniki. Xohlasangiz bu yerga propan qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Lekin benzin rasxoti kamligini hisobiga juda ham ko'p mijozlarimiz ushbu avtomobilni benzin holatida haydashmoqda. Bu avtomobilni boshlang'ich to'lovlarga qarab 48 oygacha qilib bera olaman. Ya'ni 30% boshlang'ich to'lovni amalga oshiradigan bo'lsangiz, ushbu avtomobilni 18 oy muddatgacha xarid qilsangiz bo'ladi. 40% to'lovni amalga oshirsangiz 24 oyga qilib beramiz. 50% to'lovni amalga oshiradigan bo'lsangiz 30 oyga. Xo'p, undan ko'proq to'lovni amalga oshiradigan bo'lsangiz, maksimalni 48 oygacha o'zini pulini bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Agar siz ushbu avtomobilni pozitsiyasidan kelib chiqqan holatda boshlang'ich to'lovga 70% to'lovni amalga oshiradigan bo'lsangiz, o'rtacha oylik to'lovingiz 1 million 800 ming so'm atrofida chiqadi. Albatta bu haligi avtomobil xarid qilaymikin, qanaqa avtomobil xarid qilay ekan deb hisob-kitoblarni olib yurgan akalarimiz uchun juda ham foydali bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun pastdagi nomerlar bilan bog'lansanglar, bu bo'yicha yana bir batafsil tushuntiraman. Hozir ushbu yo'lda avtomobilda yurishini ham bir sizlarga ko'rsatib beraman. Akamiz o'z videoga olib turadi. Bir ko'rasizlar, o'zini tutish qanaqa bo'ladi, o'zini tutish holati qanaqa. Undan tashqari, mana bu issiq yo'llarda klimat kontrollargacha bor ushbu avtomobilda. Klimat kontrollari orqali ham avtomobilni to'liq boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Bo'lmasa bitta
O'zini tutib berishlari juda ham zo'r ushbu avtomobil. Aka chiqing. Hop. Ushbu avtomobilda avtoqol sistemasini ham ishlash holatini bitta ko'rsataman. Deylik, 400 dan svetofor kelayotganda mashinani tormozlab to'xtagan vaqtingizda shu ay ko'kka o'zgaradi hamda mana tormozdan oyoqda olib qo'ysangiz ham mashina D da turganda ham o'zini holatida to'xtab turaveradi va gaz bosgan holatda yana yo'lda davom etib ketishingiz mumkin. Hozir yo'l davomida yana bitta-ikkita funksiyalarini ishlatamiz. Ushbu avtomobilda qo'shimcha ravishda tog'li yo'llarga yoki qanaqadir tepalik yo'llarga harakatlanayotganingizda avtomobilni qiynalmasdan tepalikka chiqishi uchun ham ushbu avtomobilda mexanический sistemasi bor. Mexanikaga o'tkazgan holatda bu lipistoklar orqali boshqarib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni bu lipistokni o'ng tomonida skorsi qo'shadi, 7 talik robot korobka bo'ladi. Bu yerda o'sha skorsini kamaytiradi. Qo'shimcha ravishda audio sistemasi orqali harakatlanmayotgan vaqtingizda YouTube'larni ham bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Harakatlanayotgan vaqtda ham YouTube'larni ko'rishim kerak deydigan bo'lsangiz, unda CarPlay orqali ushbu avtomobilga YouTube, GPS hamma sizga kerakli bo'lgan funksiyalarni o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Avtomobilimizning rullariga ham e'tibor berishingiz mumkin. Cruise control ham mavjud ushbu avtomobilda. Deylik, avtomobilda bir xil tezlikka 60 tezlikda ketishni xohlasangiz, 60 tezlikka chiqib cruise controlni bosib qo'yasiz. Avtomobil xuddi shu tezlikdan pasaymagan holatda o'zini bir xil tezlikda olib keta oladi. Bu danli yo'llarga chiqqan mijozlarimiz uchun ayni muddao bo'ladi. Постоянно gaz bosib ketmaydi-yu, lekin o'sha bir xil tezlikka qo'yib qo'yish orqali ushbu avtomobilda harakatlanish mumkin bo'ladi. Undan tashqari, men bu telefon kelib qolsa ham telefoningizga qarab muomala qilishingiz shart emas. Bunda telefonni Bluetooth orqali audio sistemaga ulab olasiz va rul orqali uni olishingiz yoki olmaslikka bo'yicha buyruq bersangiz bo'ladi. Avtomobilimiz hamma tushunadigan jaydari funksiyalarga ega. Qo'shimcha ravishda mana ko'rishingiz mumkin, klimat kontroli ham bor. Avtomobilimizda havo iqlimini bir xil holatda nazorat qilib tura oladi. Ya'ni siz harakatlanayotgan yo'ldagi tashqarida havo iqlim agar issiq bo'lsa, salon iqlimini havoga nisbatan sovutib beradi. Yokida sovuq havoda harakatlanadigan bo'lsangiz, bu o'sha tashqaridagi havoga nisbatan salonning ichini iliqroq holatga olib kelib beradi. 3 ta rejimi bor: sport, eko, standart rejimlari bor. Rejimlarni ham o'zingiz xohishingizga qarab, harakatlanishingizga qarab o'zgartirsangiz bo'ladi. Hop, oldi ikkita sidinada abagrev sistemalar bor. Oldi ikkita orqa va old oynalarda isitish sistemasi bor. Shu avtomobilda jamiki siz xohlagan hamma funksiyalar bo'ladi. Bardachoklarni ham ko'rishingiz mumkin. Qo'shimcha hujjatlar qo'yish uchun joylar ham ushbu avtomobilda bor. Endi ko'p mijozlarimiz buni tracker bilan yoki aksariyat holatda tracker xarid qilayotgan mijozlarimiz bunga qiziqib ko'radi. Birinchi nimaga deganda farqini solishtiradi. Endi men eminli u mashina bilan bu mashina farqini solishtirib bermoqchi emasman, lekin texnik sistemasidan bu to'liq независимый natsionalniy podveskada MacPherson podveska bilan jihozlangan bo'lib, hamma podveskalar alohida ishlaydi. O'shaning hisobiga agar siz harakat chog'ida avtomobilingiz o'ng tomondagi qadoqqa tushadigan bo'lsa, hech qachon chap tomonga bermaydi. Sababi bu независимый ishlagan hisobiga именно o'sha o'ng tomonni o'ziga kuch keladi. Lekin avtomobil balka holatda harakatlanadigan bo'lsa, o'ng tomondan qadoqqa tushsangiz, chap tomonga berishini hisobiga mashinani salonida o'tirgan, orqada o'tirgan odam uchun ham ozgina noqulaylik tug'diradi hamda ozgina jo'skiroq bo'ladi.
O'shani hisobiga bu avtomobil podvezkasi jihatidan ham bizni rayon hamda shahar hududlarida harakatlanish uchun juda ham optimalniy variant deb o'ylayman. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilamiz. Manzilimiz mana hozir Chortoy yo'lidan tushib ketyapmiz. Chortoy yo'lidan tushib ketishingizda Chorsuv dahasi Turon universiteti keladi hozir yo'limizda. Shu Turon universiteti bilan avtosalonimiz yonma-yon joylashgan. Haydab kelayotgan avtomobilim shu test drive. Siz xarid qilishdan oldin kelib menejerlarga uchrasangiz, ushbu avtomobilni siz xohlagan yo'lda harakat qildirib ko'ra olamiz. Sababi bu avtomobilga to'liq daveriya beramiz. O'sha xohlasangiz qadoqli yo'llarga kirib ko'ring, harakat qilib ko'ramiz. Xohlasangiz tekis yo'llarda, dalniy yo'llarda, har xil yo'llarda shu avtomobilning harakatini kuzatib ko'rsangiz bo'ladi va tanlaganingizdan keyin o'shanga qarab hisob-kitob qilib beramiz. Hech qanaqa lizingga yoki kreditga emas, shu foizsiz o'zini pulni bo'lib to'lashga qilib beramiz. Undan ham tashqari qo'shimcha ravishda agar siz chorniyda bo'lsangiz yoki hech qaysi bank sizga pul ajratmayotgan bo'lsa, bunga ham yechim bor. Bizni zavod bilan o'zaro shartnoma qilish orqali 48 oygacha ushbu avtomobilni boshlang'ich to'lovingizga qarab uni ham rasmiylashtirishingiz mumkin. U holatda nomer, texpasport, sug'urta, shunaqa xarajatlar hammasi ham shu kompaniya tomonidan sizga tayyor holatda qilib beriladi. Deylik 50% puli 140 million so'm bo'lsa, buni shu 140 million so'mga qo'shib 15 million so'm atrofida qo'shimcha to'lov qilasiz. Nomer, texpasport, sug'urta hamma hujjatlaringizni biz haydashingiz uchun mashinani sizga tayyor qilib bir kun ichida notarius orqali rasmiylashtirib beramiz. U taraflama ham xotirjam bo'lsanglar bo'ladi. Ko'pchilik aytayapti, misol uchun mijozlar kommentariyada ko'rdim. Lizing aytilgan, to'liq tushuntirilmagan. 48 oygacha deyapsan-ku, lekin o'zim nomimga chiqadimi? 48 oygacha rasrochkaga foizsiz oladigan bo'lsangiz, ikki xil variant bor. Shunga alohida to'xtalaman. Birinchisi shu o'zingiz nomingizga chiqadigan varianti. O'zimizda bank ham o'zimiz avtosalonda joylashgan. Shu yer o'z ishingiz bitadi. Hech qanday qo'shimcha to'lov yo'q. Mashinaga chiqarilayotgan summaga nisbatan sug'urta badalini to'laysiz. Endi uni umuman olganda Trackerdan rasrochka olasizmi? Umuman olganda qanaqa mahsulotni xarid qilgan taqdiringizda ham sug'urta badali mahsulotga nisbatan bo'ladi. Shuning uchun kelib mashinani ko'rib, bemalol har xil yo'llarda haydab ko'rgan holatda shu avtomobilni xarid qilishingiz mumkin. Metaliga kelsak, Atsenko unday metal, zanglamaydi, chirimaydi, 12 yilgacha garantiya beradi. Aka, bu avtomobilni sotishni boshlaganimga deyarli 1,5 yildan o'tgan bo'lsa, 1,5 yil davomida o'rtacha 600 dan ortiq ushbu avtomobildan sotdim. Lekin aksariyat mijozlarimizni 90% dan oshig'i shu avtomobilni sotib olganidan mamnun. Qolgan 10% mashinani olib qo'yib, o'zi chet davlatda ishlaydi, mashinasini haydamayotgan mijozlarimiz bo'ldi. O'shaning uchun hammasini fikri yaxshi. Mashinada Rossiyaga, Toshkent, Buxoro, shunaqa uzoq yo'nalishlarga qatnayotgan o'zini oilasi uchun, misol uchun bog'cha rahbarlari, sudyalar, shunga o'xshagan davlat tashkilot organ xodimlari ham shu avtomobilni olib, sevib haydab yurishibdi. Sababi ham seminli mashina, bir joydan ikkinchi joyga borish, bir joydan ikkinchi joyga ko'chish, safar chog'larida ham ushbu avtomobil iminli mijozni xavfsizligi uchun xizmat qiladigan avtomobil. O'shaning uchun ko'pchilik shuni tanlayapti. Sababi o'zingizdan bilasiz, hozir Rossiyada ham Haval brendi juda ham kuchayib ketdi. 80% aholisi Haval minadi desak ham bo'ladi. Nimaga? Chunki Rossiyada o'zingiz bilasiz, havo iqlimi o'zgarib turadi. Qish o'ta ham sovuq bo'ladi. Shunaqa haroratga ko'p avtomobillar chidamaydi-da.
bu avtomobil chidamlilik tomonidan ham juda ham ustun bo'lgani uchun bugungi kunda juda ham ko'p mijozlar Havalni tanlab haydashmoqda. Shu qatori shuni asnosida milliy brend sifatida O'zbekistonga kirib keldi. Bugungi kunda Jizzax viloyatida ishlab chiqarilyapti. Prezidentimiz 5-martdagi oxirgi yig'ilishlarda berilgan topshiriqlarga asosan bu avtomobil milliy avtomobil sifatida tan olingani uchun bank foiz stavkalarini ham tushirish bo'yicha alohida topshiriq berdilar va undan keyin bank foiz stavkalari ham tushdi. Mana avtosalon, mana Turon universiteti ko'rishingiz mumkin. Turon universitetining yoniga shunday kelganingizda avtorinik tashkil qilganmiz. Kia, Haval, Chery, Chang'an hamma brendlar mavjud. Kelib bemalol avtomobillarni ko'rib xarid qilsanglar bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun pastdagi nomerlar bilan bog'lansanglar, to'liq batafsil axborot beramiz, xudo xolisa.